Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz Murch bobo ziyoratgohi haqida bo'ladi. Murch bobomizning asl ismlari Sayyid Abdulvali Samarqandiy bo'lib, kelib chiqishlari asli Samarqanddan 19-asrda yashab o'tgan olim kishi hisoblanadi. Umrining oxirlarida haj amalini qilish uchun hajga yo'lga chiqadi va Termiz orqali o'tadi. Balx orqali hajdan qaytayotib Termizga keladi. U davrda Termiz qumzorlik bo'lgan va pattakesar deyilgan va shu joyda ul kishini qaroqchilar shayx va bir nabirasi bilan birga shahid qilishadi. Yillar o'tib 19-asr oxirlarida Termizda yashab o'tgan katta boylardan biri Imom Aliboy qo'ylarini boqish uchun qo'ton qurdirish jarayonida shayxning qabri ochilib qoladi. Buni ko'rgan cho'ponlardan biri qo'rqib ketib, boyotaga shu yerda bir odam yotganligini aytadi. Boyota shayxning shahidlik jasadini ko'rib, falaj kasaliga mubtalo bo'ladi. Kasaldan tuzalish uchun ancha muolajalar oladi, lekin tuzalishi qiyin bo'ladi. Oxir Imom Aliboy ustalarni chorlab o'z hisobidan shayx qabri ustidan maqbara qurdiradi. Keyinchalik shayx qabri ustidan murch daraxti o'sib chiqadi va bu daraxt hozir ham saqlanib qolgan. Keyin shayx hazratlarini shularda ko'radi va shayx hazratlari o'zining kimligini aytib beradilar. Voqealardan ko'p o'tmay Imom Aliboy vafot etadilar. 1980-yillarda Maqbara Surxondaryo ulug' siymolaridan biri diniy arbob Naqshbandiya taraqqiyotining bilimdoni, minglab odamlarning piru rahnamosi, el-yurt ardog'idagi inson Shayx Toshbolta Abdulhafiz tomonidan qayta ta'mirlangan. 2024-yil Ramazon hayit namozida 2 qavatli jami 1200 nafar namozxon sig'imi bo'lgan zamonaviy loyiha va zamonaviy ko'rkamlik asosida yangi masjid barpo qilingan. O'sha shayx Toshbolta Abdulhafiz hazratlarining o'g'illari Chorif Nizomiddin qori domlamiz ko'p yillardan buyon ushbu masjidda imom xatiblik qilib kelmoqdalar. Agar Termizga yo'lingiz tushsa, sizni muqaddas qadamjolardan biri Murch bobo masjidiga tashrif buyurishga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.